Xayrli kech azizlar, bugun sizlar bilan kruizlarning narxlari 5 yulduzli kema bo'lishiga qaramasdan arzon bo'lishining sabablarini ko'rib chiqamiz. Birgalikda. Video oxirigacha ko'ringlar, videoga like bosib, kruizga qiziqib yurgan tanishlaringiz, kruiz nega arzon va nimaga qimmat bo'lib ketgani sababini tushunmaydigan tanishlaringizga jo'natib qo'yaverasizlar. Sababi azizlar, bu kruizlarimiz ne sezon, ya'ni sezon bo'lmagan, mavsum bo'lmagan paytlarda yurayotgan bo'lishi mumkin. Bu birinchisi. Ikkinchisi esa siz ko'rayotgan yo'nalish unchalik ham aktual bo'lmasligi mumkin. Yokida bu kruizimiz liniyasi yaqindagina o'zgargan va bu yo'nalishga yangi kirganligi uchun shunaqa aksiya bilan odamlarni jalb qilayotgan bo'lishi mumkin. Shunday qilib azizlar, endilikda siz kruiz narxlarini nega endi arzon yoki nega endi bunday qimmat bo'lib ketish sabablarini juda tez va oson aniqlab olishingiz mumkin. Dream Center bilan birgalikda qoling, sizga qiziqarli ma'lumotlarni bo'lishib boramiz.